Judayam noxush xabar bor azizlar. Hop, u noxush xabar nima desaling, shunaqa 100 kun telefonlarimda shunaqa istoriyalarga chiqib turaman. Endi bu ham bu meni qo'limda emas. Ustozimiz aytishdi, betlaringni bez qilib kelinglar deyishdi. Nima dedilar? Haligi nima deydi? Odamlar bilan gaplashinglar deyishdi. Shunaqa o'zlaringni. Ishimiz shu, sohamiz shu, tag'in bloger bo'lib ketibdi. O'zicha bo'lyapti degan narsa bo'lmasin. Shunchaki, o'qishda o'qiyapmiz, shunaqa sohada o'qiyapmiz, marketing bo'yicha. Shuning uchun betimiz bez qilishimiz kerak ekanda. Xo'p, yana nima deysizlarga? Shuning uchun tag'in kommentda so'kinib, bu bloger bo'ldingmi? Uni bo'ldim demasdan yaxshi kommentlarga yozmanglar, просто tak. Просто ko'rsalar bo'ldi, bizga yutuq. Ustozimiz aytgan gapda o'sha sirli masalada o'zi yo'q. O'shani biz yaratishimiz kerak. Shuning uchun hammaga rahmat. Juda ham noxush